kerak. Yo'tal ko'pincha shamollashda u chuchkurish, grippga o'xshagan ko'z yoshlashi, shu kabi isitma belgilari bilan boshlanadi. Qo'qqisdan yo'tal sodir bo'lsa, bu demak biz o'ylashimiz kerakki, nafas yo'liga yod modda ketib qolgan. Demak, o'sha xavfli yo'tallar turiga aynan mana shu bolani nafas yo'liga yod jismlar tushganda sodir bo'ladigan belgi. To'g'ri, ko'plab ota-onalarimiz o'sha farzandini o'sha nafas yo'liga yod jism tushib qolganini bilmasdan qattiq yo'talsa, undan bexabar o'sha qandaydir kasallikning belgisi deb o'ylashlari mumkin. Eng birinchi bemorda bezovtalik hamda yuzida o'sha og'iz atrofida demak ko'karishni ko'rishimiz mumkin va tez nafas olish. Sababi biz normada katta yoshli odamlar demak 18-20 ta nafas olsak, bizga kerakli bo'lgan kislorodni o'zimizga qabul qilamiz va tinch turamiz. Tinch holatda nafas sonini ortishi har qanday yosh bolada, har qanday yoshdagi yosh bolada 40 tadan nafas soni oshib ketsa, bu xavf omillaridan biri hisoblanadi va bunda biz demak hansirash deb ataymiz. Ko'rganimizda bemor bezovta, hansiragan va yuzini o'sha og'iz atroflarida ko'karishi xavfi bo'lsa, bu darhol tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilib, bemorni shifoxonaga olib borishga ko'rsatma hisoblanadi. Bunday hollarda demak birinchi yordam bu eng avvalo bunga kislorod, 100% kislorod ingalyatsiyasi amalga oshirish kerak va bronxoskop yordamida o'sha yod modda, yod jismlarni olib tashlashga demak amalga oshiriladi rejali shoshilinch tartibda.